Assalomu alaykum. Limonariya ishqibozlari, xonadonlar, bolalar, tog'lar, tinchmi mana? Xurshidbek, endi qanday bo'lyapti ish jarayonlari mana? Yaxshi bo'lyaptimi mana? Svejiy limonlarni ukaxon mana o'zi avjiga kelib mana kelinaveradi mana. O'ta svejiy limonlar. Bu limonlar hech qayerda yo'q. Ko'pchilik gapiradi, qayerdan bu limonlarni olyapsizlar deb. YouTube formati uchun mana. Hozir uka qana maslahatlarni ayting, bu nimaga uzilyapti hozir? Shuni bir ertaga sovuq bo'lar ekan, shunga uzib sovuq olib ketmaslik uchun. qanday uziladi? Mana hali podpischkilar bilmaydi-da buni. Hozir mana kesyapsiz. Shuni bir tanishtirib o'ting o'zingiz mana. Limonariyada biz azizlar, hozir biz uzish jarayonidamiz. Bu qo'lda uzilmaydi, kesib uzilar ekan. Bandini qirqib olinar ekan, ha? O'shanda bu saqlanadi-da, to'g'rimi? Shu bandi uzilsa nima bo'lib qolishi mumkin? Zahayib bo'lib qolishi mumkin. Keyin maytlarini ham yaxshilab olish kerak. Bo'lmasa bir-biriga tegib zahar bo'lib qolishi mumkin. Ana podpischkilar mana bu odam maza qiladi-da, bu ko'rib mana qaranglar. Sizlar bu hosilni ko'ryapsizlarmi? Hosilni ko'ringlar mana. Bu nima deydi? O'ta go'zal, o'ta go'zallar bu. O'ta go'zal mana. Xushjon o'zi mana hosillarni yig'yapti mana. Kelinaveradi. Mana o'ta go'zal. Mana gullayapti mana. O'zi bu hosil uzib olingandan keyin o'zi bu guldan o'zi tayyor bo'ladi. Mana limonlar o'zi tayyor mana. Uzilyapti, toshilyapti. Aka qo'yiladi. Uni ham bir sizlarga o'rnamiz. Bu mandarinimiz mana. Hozircha yangi ekilgan. Aytda mana guli bo'lsa, guli bilan pishgan nimani o'rtasidagi mevalar ham bor. Hozir uni ko'rsatamiz mana. Bu hozir mana bu Xudo xolasa 1 oy, 2 oyda tayyor bo'ladi bu ham. Shu dekabr, yanvar oylariga mana hosilni yig'ishtirilaveradi. Kelinaveradi. Mana haqiqiy dehqon keldi mana. Haqiqiy dehqon mana. Podpischkilarga nima qilyapsiz-da? YouTube formati uchun mana kelinaveradi. Hozir bugun kun Xurshid nima bugun? Bugun ha? Yakshanba. Sana. Sana 1 dekabr 2024-yildagi mana hosilimiz. Limonariya.